musofirda yurgan aka opa singillar mana Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga kelmoqchi, ketmoqchi bo'lgan ukalarimiz ekranga ishonarli raqamlarni qoldiramiz mana. Avtobuslarimiz komfortabilniy. 24/7 aloqadamiz. Tanlovda adashmaymiz, hurmatli vatandoshlar. 24/7 aloqadamiz aka-ukalar mana passajirlar chiqishni boshladi. Tog'a qanday ekan avtobuslar yoqyaptimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Mana zo'r mana hamma yo'q yaxshi. Oyoq kiyimingizni soldingizmi paketga tog'a? Yo'q, hali so'rgan. Bo'ldi, tog'ajon oldiga chiroyli joylarga joy qilib beramiz. Mana konditsionerlar ishlaydi tog'a. Hamma yo'qlari ishlaydi. Bir nima deysiz vatandoshlarga? Shunaqangi avtobuslarda ketsinmi? Bir og'zim gap gapiring. Shunaqa avtobuslarda eson-omon yetib olish vatanga nasib qilsin hammalaringga. Amin. Bitta duo qiling tog'a, mana shu musofirda yurganlarga ilohi amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Parvardigor yo'limizni bexatar qilgin. Amin. Musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimizni Amin. o'z panohingda asrab, mana shunday qulay avtobuslarda yurtimizga yetib olishni nasib etsin. Amin. Allohu akbar aytganingiz